Baribir keldingizmi? Sen bu yerda nima qilyapsan? Buni tarixi juda uzun. Yaramas. To'xtanglar. Nahotki bu o'sha muqaddas qilish sohibi Kim Gvandek bo'lsa? Bu tag'in qanday tomosha? Xabarim yo'q demoqchimisiz? U davlat to'ntarishini uyushtirishga uringan xoin. Davlat to'ntarishi? Ishongim kelmaydi. Butun avlod ajdodi bilan qirol oilasiga sodiq xizmat qilib kelgan sulola vakili nahotki davlat to'ntarishini amalga oshirsa,